Assalomu alaykum tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari, baliq ovishbozlar. Mana videomizning ikkinchi qismini ham boshladim. Aytgan joyimga tepa tomonga chiqdim hozir. 2 dona natija bo'ldi, yomon emas, yaxshi 25 santimetrlik. 2 dona natija bo'ldi. Bittasini olib qoldim. Bittasini qo'yib oldim chunki bittasini qoni bekirasi bor ekan. O'zini qo'yib oldim. Mana keyingi natijam hozirgina bo'ldi. Yomon emas, bu yaxshi, buni olib qolamiz. Bittasini to'g'risiga olib qo'yib chunki qonida kirasi bor ekan, qoni yo'g'ongina bor ekan, shuning uchun qo'yib oldim. Bizni kuzatayotganlar, videomizni yoqlayotgan bo'lsa like bosinglar. Yangi mehmon albatta obuna qo'ying kanalga. Bu joyda yengil bo'lyapti. Hozir ikkita natija bo'lgan bo'lsa yomon bo'lmadi. Ikkala natija ham yaxshi bo'ldi. Kichkinagina ushladim. Albatta hammasini tirik ushlab turishga harakat qilaman agar tepa tomondan chiqsa qilib qilaman. Ko'ramiz qani. Endi har xil xatolik bo'layotgan bo'lsa mumkin, chunki qo'limda ushlab video olaman, telefonda qo'limda kameraga olaman. Chiroyli video qilib chiqarishga harakat qilaman. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, lekin albatta like bosib qo'ying. Joyi o'zgartirdim. Bir donagina natija bo'ldi. Normal, yaxshi. Hozir lekin videoga ololmay qoldim. Çünkü kelishim bilan mayli kameraga olmasin. Joylamasidan turib chiqdi. Hozir albatta sevgi qilamiz. O'tgan safargi natija yaxshi bo'lgan joyga yetib chiqdim. Gap hozir chiqdi mana ekan. Kichikroq qo'yaveramiz. Oxirrog'ida. Joyda turish noqulay xolos. Falon yaxshilari bor qo'ydi. Ko'pchilik o'zi lakazasini tashlab ber deyishyapti. Lakazasini tashlab bersam tashlab beraverman. Aholi ichida bu joylar. Aholi ko'p. Yana bo'lyapti. Bu yaxshina. Burada. Minutda mana 3-chi natijamiz mana. Yana hozir yemlab tashladim. Yaxshi 2 marta turdi. Kuzatamiz qani. Bu joyda yemni so'rashibdi. Boyam birinchi videomda ham aytib o'tdim. Qo'shimda qo'rqmadim, qizil chuvalchang yaxshi o'g'atdi. Hozir qizil chuvalchang yaxshi o'g'atdi. Qo'shimda qurt tayyorlagan yo'q. Boyimdan sal slabelashib qoldi. Joy o'zgartiramiz, tezroqqa jilamiz. Bu joyni yaxshi bo'lyapti, lekin natija bo'lmadi. Chiqqaniga 3 minut bo'ldi. Ro'yxatda natija bo'lmadi. Shunagina natijasi bo'ldi. Nomali. Yomon emas. 15 santimetrdan uzunroq natija bo'ldi.
Shu yerda videoni to'xtataman. Ularning shu videoga tashlab qo'yishga harakat qilaman. Ham hammasini albatta kuzataveringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kanalda yangi mehmon albatta obuna bo'lib qo'ying. Kelasi safar bundan zo'r chiroyli video qilishga harakat qilaman. Natijalarni hozirgisi shular bo'ldi. Eng kattasi 25 cm oshiqroq bo'lsa qolganlar o'sha 18-20 cm atrofida 1 cm. Maydalarni tashlaymiz. Bitta video qilib, shot video qilib chiqarib tashlab qo'yishga harakat qilaman. Ma'lumotlarni qo'yamiz. Bizni kuzataveringlar. Yangi mehmon albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Bundan tashqari videolarimizga like bosib qo'yinglar, fikrlarni qoldiringlar. Albatta kutaman. Keyingi videoda uchrashguncha